Assalomu alaykum va rahmatulloh. Sizlar ko'rib turganingiz 33 savol ekstra va bugungi mehmonimiz oilaparvar opajonimiz Lolaxonim Zug'unova bo'ladilar. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Sizga rahmat, taklifingiz uchun rahmat va Inoyatulloh, siz taklif qilganingizda ko'zimsiz ko'rmadingiz. Ya'ni bizni tomosha qiladigan qiz ayollar ko'rindi. O'sha nuqtai nazardan bu manfaatli bo'ladi inshaalloh deb yugurib. Manfaatli savol javobimizning ilk savoli. Qizlar o'qishi shart deb bilgan 3 kitobingiz. Dunyodagi eng baxtli ayol Oyiz Qorniyning kitobi bor. Birinchisi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining Baxtiyor oila kitobi. Baxtiyor oila. Qalb iffati. Bu turk yozuvchisi, hozir avtori, muallifi esimda yo'q, lekin qalb iffati bu Maryam onamizning dunyoga kelishi. Ya'ni qanday onamiz qaysi holatda Maryam onamizni dunyoga keltirgan. Ya'ni farzand dunyoga keltiradigan qiz bu kitobni o'qish shart. Chunki iffat deganda biz faqatgina yuz, kiyim, qarash, o'zimizni tutishlik, sipolikni nazarda tutamiz, lekin aslidagi qalb iffati birinchi navbatda yaratgandan iffat. O'zingiz yolg'iz bo'lgandagi iffat. Va biz so'raymiz-ku Allohdan, solih farzand berdingiz, aqlli farzand berdingiz, duo baland. Duo zo'r. U farzandni dunyoga keltirishga biz mosmizmi? Masala shu yerda. Duo qildingizmi? Soliha farzand so'radingizmi? Endi o'zingizga boqing. Siz shunday farzand keltiradigan onamisiz? To'yi bo'layotgan kelin-kuyovlarga eng yaxshi hadya bu nima? Hozir hamma kelin-kuyovlar bo'lajaklar. Baxtiyor oila kitobi. Eng yaxshi hadya. Men nuqtai nazarimdan eng yaxshi hadya Baxtiyor oila kitobi. Yana ishonch berish kerak ularga. Kelajakni qura olishda ishonch berish kerak. Er-xotin birga borib turishi lozim bo'lgan joylar bir oyda sharoiti bo'lsa, borib turishi shu haligi siz tarafdan tavsiya etiladi. Keling, uzoqdan boshlamaylik. Aslida er va xotin uchun hattoki uyini o'zidan bir burchak bo'lish kerak. O'zlariniki. May sharoit bo'lmasligi mumkin, lekin o'sha o'zini burchagi bo'lish kerak. Gaplashib oladigan, fikr almashadigan, yolg'iz qoladigan va bir-birini qo'llab-quvvatlaydigan. Ana undan keyin bir nari, hech bo'lmasa mahalla aylanib kelish kerak. Buni imkondan tashqari imkon bo'ladigan bo'lsa, boshqa viloyat, Samarqand, Buxoro, Xiva, sayohat qiling, alohida chiqing, aylaning, ko'ring, dunyo qarashingizni kengaytiring. Evos'da yangi 6 tasi bittada lunchboxlar. Atga 40 ming so'mga mol go'shtli sap, kartoshka free, 2 ta nuggets, Pepsi va muzqaymoq, to'yimli tushlik. Faqat Evos restoranlarida. Ayol qachon ayollik latofatini yo'qotadi? Erkak bo'lmoqchi bo'lganda, hamma mas'uliyatni bo'yniga olganda, o'zim qilaman deganda va o'zini kuchli ko'rsatmoqchi bo'lganda. Ayol ojizaligini tan olmasdan zo'r bo'lmoqchi bo'lganda. Kuchli, zabardast, hammasini eplayman degan ayol qayergacha eplaydi? Hech qayergacha. Yo'q, rostdan qayergacha eplashi mumkin-ku. Yo'q, bu manzilning oxiri yo'q, chunki. Manzilning oxiri mayda, epli qo'yavering, og'ir botib ketmasin. Oila masalasiga aralashadigan toifalar va oqibatlar. Zo'r maqol bor. Qanaqa? O'rtaga tushgan bekafan ketadi. Seriallar o'rniga nimani taklif qilgan bo'lar edingiz? Kitob, men faqat kitob. Faqat kitob. Kitob. Yaxshi serial, masalan, serial degani bu o'zligimizni anglatadigan seriallar. Ko'rish kerak. Men umuman serialdan chiqib ketingga ham deya olmayman, lekin juda chiroyli seriallarimiz bor-da. Ko'rish mumkin bo'lgan, ongingizni o'stiradigan. Qaysilar shu? Agar nomi bo'lsa, Umar ibn Xattob masalan. Yana? Abdulhamid. Yana? Juda ham yaxshi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqida film bor. Audio kitoblar eshitishgacha. Men o'zim masalan audio kitob eshita olmayman, nimagadir. Hammada bilasiz, hammada har kimdir o'qiydi. Menda vizual, menda o'qib tasavvur qilishlik yoqadi. Va o'qiyotgan payt boshqa narsani chalg'ishni xohlayman. Kim uchundir audio kitob zo'r. Ish qila turib audio kitobni o'qidi, bu ham zo'r. Hechdan ko'ra bu ham zo'r. Hammani qabul qilish har xil bo'lgani uchun bu zo'r. Kimdir kitobdan emas, audio kitobdan emas, balki aynan serialdan. Ya'ni ko'rib qabul qilishlik kimdadir kuchli, kimdadir eshitib, kimdadir o'qib. Shuning uchun aniq mana bu deyishlik baribir ham hammaga to'g'ri kelmaydi. Yana qayta imkon bergan insoningiz hozirgi holati. Siz imkon bergan inson o'sha imkondan foydalana oldimi yoki yana? Har doim emas. Bo'ladi, agar masalan xodimlar nuqtai nazaridan oladigan bo'lsangiz, har doim emas. Imkon o'zi kimga berilishi kerak? Aslida hammaga berib ko'rish kerak, chunki berilish kerakmasligini berib ko'rmasdan turib bilmaysizda. Birinchi berib ko'rish kerak. Undan foydalana oldimmi yo'qmi? Omadsizlik davosi nima? Omadsizlik davosi omadga ishonish. Buni ham bir hikmati bor. Voqeasining sizga eng ta'sir qilgani. Bu meni hayotimning eng asosiy mazmuni. Xo'p, oxirgi marta eng ta'sir qilgani qaysi bo'ldi o'sha? Buni ham bir hikmati bordi. Mashinamni urib oldim. Meniki urishdi. Men aybim, 100% men aybim edi. Bitta narsani tushundim. Shubhasiz xayrli,
nimasi xayrli deganda javob. Shu voqea bo'lishidan oldin mashinani yangilashni xohlab qaysidir ma'noda noshukrchilik bo'ldi va mashina urib olgandan keyin bu mashina xorijiy mashina bo'lgani uchun uni Qimmatga tushdi. Qimmat emas, mayli. U 2 oy topolmadik biz zapchasti deydimi, nima deydi? Zapchastini, Zapchastini detallarini topolmadik. olib keltirdilar. Olib keltirish uchun ham o'sha paytda yo'llar yopiq bo'ldi. Xullas kelmadi va 2,5 oy muddat mashinasiz qoldik. Mashina kelganda turmush o'rtog'im bilan bir joyga borishimiz kerak edi. Keyin taksi chaqirdim, tushgan dedilar. Keyin yugurib tushsam, qo'llarida telefon, o'zicha unaqa odatlari yo'q edi. Jurnalistman. Bundan beri yiroqdalar. Bunday video qo'yapti. Nimaga ekan deb, oldin mashina voy deb, men san reaksiyani olmoqchi edim. Borib haligi rahmat. Men seni yaxshi ko'raman. Menga shuncha xizmat qilding, beminnat xizmat qilding, uzoqimga yaqin qilding. Lekin shunday bo'lsa ham o'zim bilmagan holatda noshukur bo'ldim deb, lekin minnatdor bo'lib ko'zlarimga surtib haydayman hozir. Aynan mashinaga, lekin hayotda musibatlar bo'ladi. Oddiy misol, mana hozir bugungi bo'lgan vaziyat, o'zimman juda ham yaqin insonimiz, oyoqlari operatsiya bo'ldi. Haligi tos suyagi olinib, o'rniga temirdan qo'yildi. Koksiartroz dedim, hozir shunaqa suyak yemirishi kasalligi bor. Million pul ketdi bitta oyoqni bitta detalini qo'yishga. Bitta detalini qo'yishga. Bog'lab turuvchi. Robbil alamin buni bizga shunday to'kinga bergan. Bunga to'lovimiz yo'q. Hech qanaqa nalog, ya'ni solig'imiz yo'q. Bu bizga endi bu bitta detalni aytaman. Endi oyoqni to'liq oladigan bo'lsak, nechtadan tashkil topgan va shu yerda tushunib aytganim shunday chiqdimi? Allohim, to'g'ri bu inson hozir dard chekyapti. O'zlari ham tushundilar, aytibdiki, men oyog'imni qadriga yetishim uchun shu pulni to'lashim kerak bo'lgan ekan. Va bu puldan tashqari nihoyat qattiq og'riqqa chidashim kerak bo'lgan ekan. Boshiga mushkul tushdi, musibat tushdi, juda katta pul ketdi, juda kuchli og'riq, uyqusiz tunlar. Lekin xayri nimada? Qalbga shukr hissi inganida. Qimmatga tushgan shukr hissi. Qimmatga tushgan shukr hissi. Sizga eng qimmatga tushgan maslahat? Rossiyalik bir mutaxassisdan konsultatsiya olganman. $2000 ga yaqin bo'lgan summa va bir soat gaplashganmisiz yo bir kunmi? Yo'q, 1 soat. 1 soatda ham 1 soat bo'ladigan bo'lsa, asosan men gapirdim. Oxiri bilasizmi qanaqa xulosa bo'ldi? Hammasini bilar ekansan, nega men konsultatsiyaga yozilding bordi? O'shanda aytdim, aha. Qimmatga tushdi. Qimmatga tushdi, qaysi ma'noda? Amal qilmaganim uchun. Siz u yerda o'zingiz tasdiqlab oldingizmi u insonni oldida? Bir qator. Keyin men tasdiqlaganim uchun aslida men yechim qidirdim. Aha. Lekin yechim o'zimda ekanligini bilardim va aytganingizdek, u aytmoqchi bo'lgan fikrni ham bilardim, bilar ekanman, lekin nima bo'lgan? Amali bo'lmagan. Demak, olgan bilimimni, pulga olganman bilimni, undan oldin bilimni katta summaga olganman. Lekin uni amaliga pul to'lashim kerak bo'lgan ekan. Hali 2000 o'zini chiqadiki, kechirasiz. Lolaxon, endi o'tiring mana bunda. Bu amal qilmasangiz ilm nimaga kerak? Davom etamiz. Navbatdagi savolimiz odatda erkaklarga beriladi, lekin bu safar sizga beramiz. Xo'sh. Akam baxtli? Alhamdulillah. Nimaga? Chunki menga bir gapni aytganlar, bir gap ko'p aytadilar. Senga rahmat. Meni dunyodagi eng baxtli erkak qilganing uchun senga rahmat. Va ayol sifatida men o'zimga berilgan eng katta mukofot va baho deb bilaman. Da jurnalist sifatida yoki bir mutaxassis sifatida ungacha millionlab insonlar kuzatishgan kinomaniyada, hozir mana Instagramda, YouTube'da minglab, millionlab ayollar kuzatadi, e'tirof qiladi, yaxshi ko'rishadi, natija olgani aytishadi. Lekin ishoning hammasini taroziga qo'ying-da, turmush o'rtog'im bu gapini qo'ying. Men uchun mukofot e'tiroflari. Va bilasizku, insonni ko'ziga qarab qanchalik bir narsa samimiy yoki samimiy emasligini. Kimni eng xavfli inson deb atasa bo'ladi? Hammaga yoqmoqchi bo'lgan inson eng xavfli inson. Barcha suhbatlaringiz so'ngida qaysi jumla bilan yakunlaysiz? Olamlarni o'zgartirishga harakat qilmang. Insonlarni ham o'zgartirishga harakat qiling. Faqat o'zingizni islohingiz bilan band bo'ling. Shunchalik o'zingiz bilan band bo'lingki, shunchalik baxtingiz bilan band bo'lingki, zarra soniyangiz qolmasin, nima kiyibdi, nima deyapti, qayerga bordi, nima qilmoqchi, kimga tegdi, kimga tegmadi, kim uy oldi, kim uy olmadi deyishlik uchun vaqtingiz bo'lmasin. Shunchalik baxtingizdan sarmast bo'ling. Shuni xohlayman. Toshni tilayman. Azizlar, bu 30 savol ekstra bo'ldi. Bugungi mehmonimiz. Savolimiz 30 ta bo'ldimi? Albatta. Lolaxonim uzun bo'ldilar. Kattakon rahmat e'tiboringlar uchun. Xayr, salomat bo'lasizlar yangi sonlargacha. Rahmat.